Kel o'tiramiz shu yerga. Zarina, Ha. to'yimizga ham oz qoldi. Hayajonlanyapsan? Ozgina. O'zizchi? Men ham biroz. Abbos aka, oyingizni fe'l-atvorlari haqida gapirib bering. Nima bu qaynona kelin haqida ko'p kino ko'rganmisan deyman-a? Kulmang. Nima? Sizga boshqa xonadonga borib, u xonadonni egalarini ko'nglini olish osonmidi? Ha, bu gaping ham to'g'ri, lekin xavotir olma. Meni onam dunyodagi eng yaxshi ona. Unaqa zahar qaynona bo'ladilar deb o'ylamayman. Chunki o'zimiz ham sinimizni uzatganmiz. Uni qaynonasi qanaqa yomon ekanligini ko'rib ham xulosa qilganlar deb o'ylayman. Bu gaplaringizdan ancha xotirjam bo'ldim. Faqat singlim sal erkaroq. Bilasanmi? Singlim mehmonga kelgan paytlari chiroyli kutib olsang bo'ldi. Sendan so'raydiganim faqat shu. Xo'p bo'ladi. Bu yog'idan umuman xavotir olmang. Xudo xohlasa, singingiz bilan opa-singilday bo'lib ketamiz. Rahmat senga Zarina. Ha, tushlik vaqti ham bo'lib qoldi. Yur, biror yerga borib ovqatlanamiz. Mayli. Ketdik.